Ruslar keladi, qarang, ruslar keladi, bolasi kitob so'rasa nima deyishadi, bilasizmi? Indamasdan 10 ming, 15 mingga olib beradi. O'zi belar kelsa nima deyishadi, bilasizmi? Xafa bo'lib ketadi. Nima qilasan kitobni? Boshingni urasan. Kitobni ham o'qirkanmi? Nima qila olasan bu kitobni o'qib? Yur undan ko'ra ovqat yeymiz. Boshimizga uramiz. Mana biz jonivormiz, faqat ovqat yeyishga keldik. O'simlikmiz. Ilmga shu darajada. Bir kuni kitobim oldida turib qolib, ikkita bir ayol bilan birga keldim dedi, bilasizmi? Kim yutdim? Bu kitoblarni kim oladi? Bu musor kitoblarni terib olgan, qara, hammasi makulatura. Shunaqada. Yutdim ichimga. Keyin meni bu yerda bo'lishimga sababchi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Nima uchun bilasizmi? Mana juda ko'p qarshiliklar bo'ldi. Qo'llarimni qayrishdi. Ustimdan kulishdi. Olib ketishdi. Necha marta olib ketishdi. Yonimda o'sha do'stlar barcha himoya qilishdi. O'sha yerda yonimda savdo qiladiganlar. Azoban. Juda qiynaldim. Qo'rqitishardi, lekin kitob o'qiyman-ku, davomiga yo'q, kurashish kerak. Kurashish kerak. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Kurashish kerak. O'rtoqlar aytardi. Nima qilasan, o'qib nima foydasi bor? Boshqa ish qilsang-chi. Yo'q, men kitob o'qiyapman, uyg'onyapman-da. Yo'q, bu faqat to'g'ri yo'l bu, boshqa yo'l yo'q.